Hayvonlarimizni basseynini sayashga qo'yish jarayoniga keldi. Kraska boshqa etaplarga kelgan o'tamiz. Urun. Naglas solamiz. Rahim tog'a rahmatli o'rgatgan naglas urishdi. Ustozim. Basseyndan qo'yaveramiz, sayashga ham qo'yaveramiz. Birinchi ko'rinish berib oldi, uni. Yarmi qoldi. Madina. Kirmaydi ekanmi? Xudoga shukr, sayashgani ham bitirib oldik. Juda chiroyli chiqdi. Bir dunyo shag'alimiz oshib qoldi lekin. Mana loydan shunday qilib yasab qo'ydik. Bitta. Nasib bo'lsa yana chiroq qilib kraskalab olsak, oqqami, ko'kkami, sariqqami bo'yash qaysi rangda o'zimcha o'ylayapman. Lekin akkuratni chiqdi, xudo xolasa. Endi kraskalab olgandan keyin yana ham bir go'zal bo'lsa kerak. Nasib bir kun qatsa kraskalaymiz.